Biraz yiyenler Yahyo gibi de joski prank qilamiz. Bunaqa prank bo'lmagan. Birinchi marta prank video olishimiz Yahyo'ma. Prank qanaqa bo'lishini o'zinglar bildinglar. Mana ko'zim issiqqa chidamaganidan salqinga joy solib o'tiribdi. Yozda qiynalyapsam, qiynalmayapsam? Qiynalyapsam? Yotib uxlab olindi. Yo'q. Nima yotdi? Ayobek. Yotib ichida dam oling. Yoting. Oradan 1,5 soat vaqt o'tdi. Etlab unutdimi Yahyo? Yot. Dam olg'im bir pas bo'ptimi? Uxlab olgan bo'lsa boraman deb turibman bu yerda. Hey. Yoz zo'r o'tyaptimi? Ha? Men qaraga? Yoz o'tmoqda soz deb qo'yasiz. To'g'rimi? Zo'rmi, zo'r emasmi? Zo'r. 5 tasha. Xullas, ya, men qara. Mendan rozina to'shni. Yahyo bizlar rozi. 25% grant yutish oson bo'lmaydi shekilli. Xullas, jigarlar har xil xayollarga bormayman. 220 gradus issiq bo'lib ketgani uchun yoz yaxshiligini muzdek qilib o'tkazaylik deganligini qilib olindi video.